kelinimiz nechta ko'rpasi bor, nechta to'shagi bor, nechta javoni bor, nechta mebeli borga e'tibor beradi, lekin kelinimiz qoni nechiligini bilishmaydi. Kerak bo'lsa hammasi yoshga moslashib chaqirilyapti. Qoningiz necha bo'lgan? Qonim 11-11. O'zi mana ko'p aytamiz, homiladorlikdan boshlash kerak. Sen o'zim onani ham xotirjamligini ko'rib turibmiz. Asabi ham juda tarang emas. Qonlari yaxshi o'tgan, homiladorlik tinch o'tgan. O'shuning uchun ham bola mana hozir bir jiddiy muammo bilan kelayotgani yo'qda. Ko'p yig'lamayapti, uyqusi joyida. Ortiqcha injiqlikdan bir nevrada shikoyat yo'q. Ko'pchilik so'rab qoladi, bolam yaxshi bo'lish uchun shunaqa xalq tili bilan aytganda cherepnoy давление bo'lmasligi uchun nima qilish kerak deganda, avvalambor xotiningiz tinch bo'lsin deymiz-da, to'g'rimi? Xotinning asabi tinch bo'lishi kerak, xotinning qoni kam bo'lmasligi kerak. Moddiy va ma'naviy sharoiti yaxshi bo'lishi kerak. O'shanda o'zidan keyingi tug'iladigan farzandlari, o'zidan keyingi avlodlarda kamroq kasallik bo'ladi. Kamroq больницаga boradi. Lekin bizlar nimaga e'tibor beramiz? Gap kelib qolgan aytib qo'yay. Bizda sepga e'tibor beramiz. Kecha gapirdik-a. Kelinimiz nechta ko'rpasi bor, nechta to'shagi bor, nechta javoni bor, nechta mebeli borga e'tibor beradi, lekin kelinimiz qoni nechiligini bilishmaydi. Kelin tomondan, kuyov tomondan qanaqa nasliy kasalliklar bor yo'q unga e'tibor berilmaydi. Lekin tug'ilishda sog'lom bola kutiladi. Mana 20 ta to'shak qilganingiz bilan birorta to'shak foydasi tegmaydi bolalarga. Lekin gemoglobinni birorta quda tomon so'ramaydi, yo kuyov tomoni, yo kelin tomoni, to'g'rimi? O'shuning uchun baribir insonni hayotida to'g'ri moddiylik, kasb boshqa, lekin birinchi o'rinda hayot jabhalarida salomatlik birinchi o'rinda turadi. Sog'lom bo'lsa, keyin tinchlik ham yuqadi, keyin boylik ham yuqadi, keyin ovqat ham hazm bo'ladi. O'shuning uchun nimani birinchi o'ringa qo'yish kerak deganda, birinchi o'rinda insonni salomatligida uni profilaktikasini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Doim profilaktika arzonga tushadi. Mana bu kichkintoyimizga vitamin D dan boshqa hech narsa yozib bermayman sizlarga. Yaxshi qarayapsizlar, rahmat.